Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda o'z-o'zidan changlanish bo'yicha genotipik fenotip nisbatlarini topish, avlod sonini topish bo'yicha tanishib boramiz. Demak, o'z-o'zidan changlanish. Ning inglizida genotipik nisbat topish. Bunda asosan ikkita formuladan foydalanamiz. Birinchi formulamiz a ko'paygan 4ning n'inchisi. Bu f'ning n'chisida jami avlod sonini topish formulasi. Xo'sh, bu yerda endi formulada a dastlabki individ soni, ya'ni chashtirish olingan dastlabki individ soni 4 o'zgarmas son, ya'ni har bir chashtirishdagi avlod soni deyishimiz mumkin. Har bir duraglashdan keyingi. Keyin f'ning nechanchi avlodi ekanligi. Ya'ni misol uchun f 3-chi bo'lsa, bu yerda n 3 ga teng bo'ladi. Yoki f 5-chisi desa, ya'ni f 5-chi avlod bo'lsa, n bu yerda 5 ga teng bo'ladi. Bu formuladan foydalanish tartibi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, misol uchun dastlabki individ soni 3 ta bo'lsin. O'z-o'zidan changlanadigan yoki chachadigan organizm oldik. Dastlabki individ soni 3. Bu yerda a'miz 3 ni bildiradi. F'ning 3-chisida qancha bo'ladi? 4 o'zgarmas. N'imiz esa F'ning 3-chisi degani uchun n teng 3 ga bo'ladi. Formuladan foydalanadigan bo'lsak, 3 ko'paygan 4ning 3-darajasi teng. Demak, dastlabki individ soni 3 ta bo'ldi. 4ning 3-darajasida qancha bo'ladi? Demak, 192 ta individ chiqishi kuzatilar ekan bu yerda jami. Bu birinchi formulamiz edi. Endi ikkinchi formulaga o'tadigan bo'lsak. Ikkinchi formulamiz asosan heterozigota individlar. Ya'ni heterozigota organizmlar o'z-o'zidan changlanganda F'ning n'chisida genotipik nisbatni topish formulasi bo'ladi bu yerda. Ya'ni xo'sh, F'ning 3-chisida genotipik nisbat topadigan bo'lsak, bunda quyidagi formuladan foydalanamiz. 2ning n'chisi plus 1 minus 2 bo'lamiz 2 ga. 2 o'zgarmas. Undan keyin 2ning n'chisi plus 1, 2ning n'chi darajasi minus 2 bo'lingan 2. Bu yerdagi formulaning dastlabki qismi asosan gamma-zigota individ soni, o'rtada 2 o'zgarmas. Heterozigota soni, oxiridagisi ressiv gamma-zigota individlar nisbatini beradi. Misol F'ni 3-chisida deb hisoblaydigan bo'lsak, 2ning 3-chisi plus 1 minus 2 bo'lingan 2. 2ning 3-chisi plus 1 minus 2 bo'lingan 2. Bunga ko'ra quyidagisi chiqadi. 2 o'zgarmaydi. 2ning 4-darajasi bu 16. 16 2 ni tashlab turib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 7 chiqadi. Demak, nisbat, genotipik nisbat F'ning 3-chisida 7,
7 nisbatda bo'ladi. Asosan bu formulamiz heterozigota individlar ajrashgan holatda hisoblanadi shu harakat. Gamozigota bo'ladigan bo'lsa, u avlodimizda bari bir xil genotipli bo'ladi. Ya'ni gamozigotalarda genotipik ajralish sodir bo'lmaydi. Barchasiniki bir xilda chiqadi. Shunga ko'ra ularda ajralishni hisobga olmaymiz. Faqatgina heterozigotalarda hisobga olinadi bu yerda. Heterozigota individlar o'zidan changlangan paytda formula orqali bemalol topib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun fni 4-da ham hisoblaydigan bo'lsak, fni 4-si bo'ladigan bo'lsa, 2ning 4-darajasi plus 1 minus 2 bo'lingan 2 hisob kitob qiladigan bo'lsak, xo'sh, 32 dan 2 olib tashlaymiz. 32 bo'lsak 15. Demak, genotip nisbatimiz 15, 2, 15 nisbatda bo'ladi. Endi shu yerda fenotip nisbat qanday topiladi deyishingiz mumkin. Fenotip nisbat bu yerda e'tibor qilamiz. To'liq dominantlik uchun qanday bo'ladi? To'liq dominantlik uchun, misol uchun, fning 3-sida fenotipik nisbat bo'ladigan bo'lsa, qanday bo'ladi? 7 plus 2 teng 9. Bu 9 ga 7 nisbat deyiladi. 9tasi dominant belgini ifodalaydi, 7tasi esa ressiv belgini ifodalaydi. Agar shu yerda chala dominantlik bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Chala dominantlik. Chala dominantlik bo'ladigan bo'lsa, unda genotipik nisbat bilan fenotipik nisbat bir xil chiqadi. Ya'ni fni 3-sida fenotipik nisbat 7, 2, 7 nisbatda bo'ladi. Shu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, fni 3-si bo'ladimi, fni 4-si yoki fni 5-si yoki fni 6-si bo'lishidan qat'iy nazar, heterozigot individlar doimo ikkita chiqadi. Faqat ikki tomondagi gamozigot individlar miqdorigina ortib boradi. Xo'p, bu formula bilan yaxshilab tanishib olgan bo'lsangiz, endi bunga taalluqli bo'lgan quyidagicha misollar tushgan. Asosan milliy sertifikatda tushgan ba'zi savollar va olimpiada savollari. Misol uchun, seleksioner uchta dominant gamozigota va 5 ta heterozigota genotipli no'xat oldi deylik. Va shartda bor edi. No'xat o'zidan changlanadi degan qismi bo'lsa. Genotipik nisbatni toping degan bo'lsa. Nisbat so'roq. Bunda qanday ishimiz? Birinchi qiladigan ishimiz, xo'sh, shartni bitta qisib qolibdi. Fning 3-sida deb qo'ysak. Birinchi qiladigan ishimiz fning 3-sida dominant gamozigota individlar va heterozigota individlar ajrashganda qancha avlod bo'lishini hisoblab olamiz nazarda. Buning uchun birinchi formuladan foydalanamiz. Ya'ni dominant gamozigota uchun fning 3-sida avlod soni. Demak, a o'rniga 3, 4 o'zgarmas, yanimiz esa 3 ga teng bo'ladi. Shu bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 3 ko'paygan 4ning 3-si teng 192 ta o'simlik. Bular bari dominant gamozigota. Ikkinchi ishimiz heterozigota o'simliklar. Fni 3-sida. Demak, bu yerda a dastlabki o'simlik soni 5 ta, 4 o'zgarmas, n 3 bo'ladi. Hisob kitob qiladigan bo'lsak, 5 ko'paygan 4ning 3-si teng. Demak, bu yerda
320 ta o'simlik chiqyapti. 320 ta o'simligimiz 3 xil genotipga chiqadi. Dominant gamma-zigota, heterozigota va ressiv gamma-zigota bo'yicha chiqadi. Mana endi ikkinchi formuladan foydalanamiz. Faqatgina biz heterozigotalar o'z-o'zidan chachishgan paytda ikkinchi formulamiz foydalanamiz. Bu yerda 2 ning 3-si plus 1 minus 2 bo'lingan 2 formulani takror yozamiz. Ressiv gamma-zigota uchun bunimiz 7 chiqadi. 2 o'zgarmas 7. Demak, gamma-zigotalar soni 7 ta, heterozigotalar 2 ta, ressiv gamma-zigotalar 7 holatda bo'ldi. Mana endi bu yerda savolimiz to'liq yechilgan hisoblanmaydi. Savolning endi asosiy qismiga keldik. Ya'ni e'tibor qaratadigan bo'lsak, dominant gamma-zigotalar bu yerda 192 ta bo'lyapti. Faqat dominant gamma-zigota chashishidan va heterozigotalar chashishidan 320 ta o'simlik chiqyapti. Lekin 320 ta ichida qanchasi dominant gamma-zigota ekanligini bilmaymiz. Buni topish uchun endi quyidagi nisbatdan foydalanamiz. Bu nisbatimiz 7 2 nisbat jami 16 o'simlik ichidan chiqyapti. Shu bo'yicha tenglama qilamiz. 16 tadan 7 tasi dominant gamma-zigota yoki ressiv gamma-zigota. 320 tada esa qancha? O'shani hisoblab olamiz. Demak, bu yerda 140 ta o'simlik chiqadi. Ya'ni 327 ga ko'paytirilib 16 ga bo'linadi. Qarashki x qiymati kelib chiqadi. Ikkinchisi, heterozigotalar sonini hisoblab olamiz. 16 tada 2 ta heterozigota, 320 ta x 2. Shu tariqa. Demak, bu 40 chiqadi. 322 ga ko'paytirilib 16 ga bo'linadi. Demak, bu 140 ta o'simligimiz dominant gamma-zigota va shuncha ressiv gamma-zigota o'simlik bor. Heterozigotalar soni esa 40 ta chiqdi. Xo'p, endi bu yoqqa olib kelamiz. Dastlabki gamma-zigotalar chashishgan paytda 192 ta dominant gamma-zigota bor edi. Plus unga endi 140 ta dominant gamma-zigotalar qo'shildi. Jami plus 192. Demak, 332 ta o'simligimiz dominant gamma-zigota bo'ldi. Demak, nisbatni quyidagicha yozishimiz mumkin. 390 32 40 140 nisbatda. Xo'p, bu sonlarimiz endi bari 4 ga qisqarib ketishi mumkin. Agar shu sonni biz 4 ga qisqartirib yozadigan bo'lsak, bu tomonga yozib beraman. Ya'ni 332 40 140. Xo'p, 32 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bari 4 ga qisqartirilganda. Demak, 83 832 4 ga qisqartirsak 83 10 35 nisbatda bo'ladi ekan. Bu deganimiz 83 tasi dominant gamma-zigota, 10 ta heterozigota va 35 ta ressiv gamma-zigota. Ularga ishlanadi. Darsimizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat.